O'zbekiston temir yo'llari AJ korxona tashkilot va muassasalarida 2026-yil 1-yanvar kunidan 30-iyun holatiga ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalar to'g'risida ma'lumot. 2026-yilda jami 13 ta baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. O'lim bilan tugagan mavjud emas. Oqibati og'ir 9 ta, oqibati o'rtacha og'ir 2 ta, oqibati yengil 2 ta. 13-baxtsiz hodisaning qisqacha tafsiloti. 2026-yil 19-iyun kuni taxminan 3:50 atrofida Sariosiyo stansiyasida poyezd tuzuvchisi Oltiyev Yoqub Xudoynazarovich bilan Olmaliq KMK AJ Handiza KB tasarrufidagi shoxobcha yo'lida 636 588 43 raqamli yarim ochiq vagondan yiqilishi natijasida tan jarohati olgan. Baxtsiz hodisa tafsilotlari. 2026-yil 19-iyun kuni 2:30 atrofida stansiya navbatchisi X. Yusufjonovning topshirig'i bilan TM 2:57:75 manevr teplovoz mashinist S. Mirzamedov, mashinist yordamchisi A. Yunusaliyev boshqaruvida 17 ta bo'sh yarim ochiq vagonlar bilan Olmaliq KMK AJ Handiza KB tasarrufidagi shoxobcha yo'liga qarab jo'natiladi. Shoxobcha yo'liga kirgandan keyin ikkinchi yo'lga 17 ta bo'sh vagon qoldirilib, shoxobcha yo'lida turgan 3 ta yuklangan yarim ochiq vagonni olib, shoxobcha yo'lining birinchi yo'liga o'tilib, 3 ta yukli vagonlar 2 ta tormoz boshmog'i bilan mahkamlanadi. Manevr teplovozi rezerv holda ikkinchi yo'lga o'tib, qoldirilgan 17 ta vagonning dumi xvost tomoniga ulanadi. Poyezd tuzuvchisi Y. Oltiyev tarkib oxiridan 6 ta vagonni yuk tushirish va ortish joyiga uzib, 636 588 43 raqamli yarim ochiq vagonning zinapoyasiga chiqib, strelka tomon harakatlanish bo'yicha mashinist S. Mirzamedovga ko'rsatma beradi. Tarkib taxminan 15-20 metr harakatlanib ketayotgan vaqtda poyezd tuzuvchisi Y. Oltiyev radio aloqa vositasi orqali to'xtash ko'rsatmasini beriladi. Poyezd to'xtaganidan keyin poyezd tuzuvchi Y. Oltiyev mashinist Mirzamedovga mashinist yordamchisini yuborishni so'raydi. Mashinist yordamchisi Y. A. Yunusaliyev poyezd tuzuvchisi tomon ketgan vaqtda Y. Oltiyev mashinistga qo'l telefoni orqali telefon qilib, yiqilib oyog'i singanligini ma'lum qiladi. Mashinist va mashinist yordamchisi zudlik bilan poyezd tuzuvchisi Y. Oltiyev oldiga borib, nima bo'lganligini so'raganda shoxobcha yo'lning birinchi va ikkinchi yo'lida turgan metal jismga urilganini ma'lum qiladi. Mashinist yordamchisi A. Yunusaliyev tomonidan tez tibbiy yordamga xabar qiladi. Voqea joyiga yetib kelgan Sariosiyo stansiyasi boshlig'i tomonidan poyezd tuzuvchisi Y. Oltiyev Denov tumani tez tibbiy yordam shifoxonasiga olib boriladi. Elektr tokining inson hayotiga xavflilik darajasi 42 volt o'zgaruvchan, 110 volt o'zgarmas, 0,1 amper. Temir yo'lda harakatlanish va o'tish qoidalari. Harakatlanayotgan sostavdan kamida 400 metr, to'xtab turgan sostavdan kamida 5 metr, ikkita to'xtab turgan sostav orasida kamida 10 metr masofada turishi kerak. Balandlik va yuqori balandlik deb 1,3 metrdan baland balandlik hisoblanadi. 5 metrdan baland yuqori balandlik. Harakatlanayotgan lokomotivdan tushib chiqish mumkin emas. Kontakt tarmog'iga 2 metrgacha yaqinlashmaslik kerak. Dielektrik qo'lqoplar har 6 oyda muddatda laboratoriya sinovidan o'tkaziladi. Qon ketgan vaqtda jigutni ko'pi bilan 1,5 soat qo'yish mumkin. Kontakt simidan 2 metrdan yaqinroq joylashgan va yonayotgan jismlarni o't o'chirish vositasi bilan o'chirish mumkin emas. Himoya kamari har 6 oyda 225 kg yukni 5 minut ko'tarib turish test qilinadi, laboratoriya sinovidan o'tkaziladi. Dielektrik etiklar 36 oyda laboratoriya sinovidan o'tkaziladi.